Hammaga assalomu alaykum. Hasanboy ko'pchilik bilsa kerak, biz Yunusobod tarafida turibmiz va ortimda turgan elitniy, chiroyli 80% ga bitgan mana shu xonadonimiz sotilyapti. Hasanboy bo'yicha ortiq tarif shart emas, o'zingiz bilasizlar, tinch mahalla. Bu yerdan olganlar ham har doim baraka topishgan. Bu uyimizni olsanglar ham baraka topasizlar. Chunki bu uyimizni uy egalari o'zligi uchun qurishgan edi, lekin ozgina planlar o'zgarganligi uchun yeri narxida bo'lsa ham srochniga sotib yuborishyapti. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Xo'p, bu uyimiz 6 soat uyga qurilgan, 4 urvinda. Cho'pli pollari o'sha podvolda ham birinchi etaj, ikkinchi etaj, mansardlariga ham hammasi kotyollari bilan hammasi o'tkazilgan. Faqat endi o'zingizlar ichkarilarini chiroyli remont qilib bo'ldi. Bu kiraverishimiz ko'rishingiz mumkin. Bir 4 ta mashina bemalol sig'adi. Bu yoq tomonda yozgi letniy oshxonamiz ham hammasi tayyor. Uy ichlari ham deyarli o'sha oq suvda, lekin u yoqni abo yoki bo'lmasa emulsiya o'zingizlar remontingizga, o'zingizlar fukusingizga qarab qilib olishingiz mumkin. Hovlimizni ham ko'rishingiz mumkin. O'zingizlarni fantaziyalardan kelib chiqib chiroq landschaftli qilsanglar ham bo'ladi. Bu uyimizni narxi uy egalari 350 ming deyishyapti. Yana bitta chiroyli bonusi bor. Uyga tegishli bitta bonusi bor. Pastga raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olsanglar ham bo'ladi. Men nazarimda 80% ga bitgan 350 mingga yer narxidagi uy menimcha ishkalat narx. Foydalanib qoladigan joyi, charchamanglar.